Ay Pasli nomli roman esimga keladi. Uningda bir personaj mundaq deydi. O'z yurtidan ayrilib, boshqa shaharlarda turayotganlarni musofir demaymiz. Ular shu ana tuproq, ana makonda yashayotadi. Qandaqdir 1-2 soatda berib bo'la oladigan bir shahardan yana bir shaharda turayotganlar musofir hisoblanmaydi. Lekin o'z yurtimizdan hech qachon ayrilib boqmagan odamlarga nisbatan ma'lum shaharlarda anchaki uzun turib kelishmi bizga xuddi musofirdek ta'sirini berib, yuragimizni azoblaydi. Kech-kunduz otalarimizni aslaymiz. Lekin shu jiroqdagi qarindoshlarimiz omon bo'lsin. Biz sizlarni har qachon yod etib turamiz. Yurtinglar sizlarni sevindi. Musafir Abdusalom Abletov. Selib hayot dengiziga umid nomli bir kema, o'zga yurti bechora sarson bo'lgan musofir, ota-ona do'st yoran kirib har kun tushiga, yig'lab laxti yuriki vayron bo'lgan musofir, kunduz siylab mashqi tikkan ashu keshtini, aslab güzel çağlarni yosh eqitgan musofir, uchrab qolsa yurtdishi yiqib uni ko'ziga, xuddi guhar topgandek xush bo'lib ketgan musofir, o'z yurtiki vaqtida ota-ona yenida, o'zga yurti piraqda qon yig'ilgan musofir, baxti uchun ter to'kib o'zga yurti yegona, arsi yo'lar terak yo'q, yolg'iz qolgan musofir, kech kunduz qalbida aslab go'zal yurtini, qaytib mungluq naqshiga xandon urgan musofir, yoqi yurti sargardan o'tdi umring piroqda, ko'p asrig'in o'zingni po'lat inson musofir, utuq tilab yo'lingga tilaklarim uzilmas, yurting seni aslaydi aman bo'lg'in musofir, yurting seni aslaydi aman qaytgin musofir.